Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz shahri va Termiz tumanida amalga oshirilayotgan yirik investitsiya loyihalari, qurilish ishlari hamda obodonlashtirish, tadbirkorlikning borishini joyiga chiqqan holda o'rgandi. Dastlab viloyat rahbari Termiz tumanidagi Surxondaryo sohilida amalga oshirilayotgan Seoul Moon loyihasi doirasida qirg'oqni mustahkamlash ishlari bilan tanishdi. Mazkur loyiha hududning zamonaviy shaharsozlik qiyofasini shakllantirishga xizmat qilib, uning doirasida ko'p qavatli turar joylar, savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari, ko'ngilochar hamda dam olish maskanlarini barpo etish rejalashtirilgan. Ayni paytda qurilish maydonida daryo qirg'og'ini mustahkamlash, suv sathining mavsumiy o'zgarishini inobatga olgan holda beton himoya inshootlarini barpo etish hamda binolarga poydevor qo'yish ishlari olib borilmoqda. Shu yerning o'zida Navro'z mahallasi hududida amalga oshirilishi rejalashtirilgan Termiz Eko-shahar loyihasi bo'yicha yer maydonlarini elektron auksion orqali realizatsiya qilish hamda loyihalashtirish ishlarining borish yuzasidan mas'ullarning axboroti tinglandi. Keyingi manzilda Termiz shahrining Manguzar mahallasida davlat investitsiya dasturi doirasida barpo etilayotgan ixtisoslashtirilgan maktab-internati va ko'p qavatli turar joylar qurilishi ko'zdan kechirildi. Loyiha 504 o'rinli o'quv binosi, 222 o'rinli yotoqxona hamda zamonaviy sport zalini o'z ichiga oladi. Viloyat hokimi qurilish ishlarining sifati, belgilangan muddatlarga qat'iy rioya etish va obyektlarni o'z vaqtida foydalanishga topshirish masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Rejadan ortda qolayotgan obyektlarda mas'ullarni jadallashtirish, mas'uliyatni oshirish va kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, Surxon sohili mahallasida tashkil etilayotgan temirchilik klasteri loyihasi ham ko'zdan kechirildi. Shu yerning o'zida viloyatda amalga oshirilayotgan yirik loyihalar ijrosi tanqidiy muhokama qilinib, ayrim obyektlarda ishlar belgilangan suratda olib borilmayotganligi keskin tanqid qilindi. Ta'kidlangandek, har bir investitsiya loyihasi hudud iqtisodiyotini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi turmush farovonligini oshirishga xizmat qilishi lozim. Shu munosabat bilan mas'ullarda barcha loyihalar ijrosini qat'iy nazoratga olish, mavjud muammolarni tezkor hal etish va qurilish ishlarini jadallashtirish vazifasi yuklatildi. O'rganishlar yakunida viloyat hokimi Termiz shahridan Qumqo'rg'on tumanigacha temir yo'l orqali hududlarda amalga oshirilayotgan obodonlashtirish ishlarini ko'zdan kechirdi. Temir yo'l atrofidagi mahallalar, ko'chalar, aholi xonadonlari, yo'l boshi hududlari hamda qishloq xo'jaligi maydonlaridagi ishlar tahlil qilinib, yashil hududlarni kengaytirish, yer maydonlarini tayyorlash, ko'chalarning zamonaviy qiyofasini shakllantirish, intensiv bog'lar barpo etish va hududlarni obod qilish bo'yicha qo'shimcha vazifalar belgilandi. Shuningdek, har bir hudud rahbariga aniqlangan kamchiliklarni qisqa muddatlarda bartaraf etish, obodonlashtirish ishlari samaradorligini oshirish hamda aholi uchun yanada qulay, ozoda va zamonaviy muhit yaratish yuzasidan tegishli topshiriqlar berildi.